mikrofonni sal balandroq berasiz, ha? Azizlar, so'zimizni boshida bismillah deb boshlasak ekan. Milliy urf-odatlardan aylangan. O'zbekimni bog'lik keltisidan aylangan. O'zbek xalqi bor ekan azizlarimiz, mana shunaqangi chiroyli kunlar bo'lib o'tgan. Sabab bitta bo'lar ekan, o'zbek xalqi topganni yaxshi kunlarga sarflashni yaxshi ko'radigan xalq bo'lar ekan. Mana shunaqangi yaxshi xonadonga tashrif buyurgan aziz mehmonjonlarimizga xush kelibsizlar deymiz. Xayrli kech. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadamlari ostida jannat bo'lgan aziz onajonlarimiz. Assalomu alaykum qibladoshimiz, aziz otajonimiz. Assalomu alaykum jonimizga jondosh, qonimizga qondosh, qon qarindosh, amakajon, ammajon, kelin dugona kuyov o'rtoq. Barchalar mana shunaqangi kunlarda ko'rib turganimizdan bag'oyatda mamnunmiz, shodimiz albatta. Bugun olam go'zal, o'zgacha bir fayz. Musulmonlar ko'ksida xalqiga tilak, sizni qutlamoqlik bizga erur farz. Yaxshilar, yaxshi kunlar, to'ylar muborak. Aytishadi-ku, 12 ming dunyoni yaratgan Alloh o'zi bizlarga bo'lsin ekan madadkor. Bizga duoni qaratgan ko'p insonni erkak va ayol qilib yaratgan. Alloh ilk bor yaratgan odam atoni. Ularga inom etib, Mama Havvoni berdi. Ulardan bu dunyoga zurriyat yaraldi. Bu zurriyatlar eng avvalo Hazrati inson yaratdi. Assalomu alaykum qalbi iymon, assalomu alaykum xulqi islom. Rabbis Rahmon dasturxoni Qur'on. Vatani jannat, qo'shnisi Muhammad bo'lgan mustaqil O'zbekistonimizning aziz onlari, muslimalari va sohibalari. Assalomu alaykum irshqorliklar qolaversa, qoliq berdi bobo tantanalar saroyiga yig'ilgan aziz mehmonjonlarimiz. Xush kelibsizlar. Qadamiylarga xasinotlar bo'lsin, albatta bosgan qadamiylarga xasinotlar bo'lsin. Bu kunning asl ayyom sababchilari. Allohning iznidan muhabbat qasriga ilk bor qadam rajda qilayotgan yo'qlarimiz, kuyovlarimiz Oybekjon, kelin poshamiz muxlis onlarga baxtli bo'linglar, to'ylar, yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Hurmat jon Ahmad, o'z taxtiravonlariga, o'z joylariga bemalol o'tirib olishinglar mumkin azizlar. Bilamiz, o'zbek xonadonida to'y va tantana bo'lsa, san'atsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Shunday ekan, davramiz to'riga qalbimizni qo'rib badiiy sahnamiz, badiiy maydoniga haqimiz suygan ijodkor ustozimiz Xurob Uyutni chorlab qo'yarkanmiz. Guldiroz qarsaklar olqish ostida barchalarga yoqimli ishtaq talab qilamiz. Yoqimli ishtaq hamroh bo'lsin. Yuzinglardan kulgu, labinglardan tabassum armasin sizlar uchun ustoz san'atkor Suhrob Nuriy Mifkuliylar. Qo'shiqlar aytaman jonimdan qiynab. Odamlar ortimdan kulib qolmasin. Shukrki jonim jimali aytaman. Jonsiz qo'shiqlarga kulib qolmasin. Suhrob Nuriy Mifkuliylar.